Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlar hayotiga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Xitoy raisi Xi Jinping Urumchi vokzali hujumi munosabati bilan atalmish terrorlik texnika qattiq zarba berish haqida yo'l yo'riq bergandan keyin Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim qoral kuchi bilan tinchlik barpo qilgani bo'lmaydiganligini bildirdi. Növbətdə vətən işçilik xalqını yetəklaş imkaniyeti yoxlığını, amma Uyğur xalqının toğru yolunu tepib mağalaydıqanlığını bildirgan Rabiya Qadir xonim mındaq dedi. Xitoy hökumətiga burunmu dedik, bunundan keyinmi yana deymiz. Qorqituş və qoral kuchi bilan tinchlik barpo qilgani bo'lmaydi. Jinni tumshug'iga yetgan xalq qo'lidan nima kelsa shuni qiladi. Uyg'urlar o'zining amaliy ahvoliga qarab turib, o'zining nima qilishini o'zi belgilaydi. Rabiya xonim oxirida dunyo jamoatchiligi va Xitoy hukumatini vaqani emas, vaqaning sababini tekshirishga chaqirdi. Xitoy raisi Xi Jinpingning Uyg'ur elidagi ziyorati oyoqlash sharpsida Urumchi vokzalida portlash yuz berib, 3 odam o'lgan, 79 odam yaralangan. Portlash shu joy vaqti 30 aprel kech soat 5 atrofida yuz bergan. Xinhua agentligi keyingi xabarlarda portlashning o'zini qo'shib portlatish xarakterlik terrorlik hujumi ekanligi, hujumchilarning Uyg'ur ekanligini bildirdi. Mazkur portlashning Xitoy raisi Xi Jinpingning Urumchi va Qashqarlarni ziyorat qilib, Xitoy qurolli soqchi qismlariga muqimlikni qattiq qo'g'dashni jekilgan mazgilga to'g'ri kelishi diqqat qo'zg'adi. Rabiya Qadir xonim Urumchi janubiy vokzalidagi voqeaga Xi Jinpingning kuch kiritilishi sabab bo'lganligini ilgari surdi. Amerika Davlat ishlar ministrligi 30 aprel e'lon qilgan terrorlik dokladida Xitoy hukumati Uyg'ur qarshilik harakatlarini terrorlik hujumi degan bo'lsa-mu, lekin buningga isbot ko'rsatmaganligini bildirdi. Dokladda mundaq deyildi. Xitoy doiralari Uyg'urlarga chetishlik bir qator zo'ravonlik voqealarini terrorlik deb bekitdi. Biroq ular buning terrorlik ekanligiga doir konkret faktlarni ko'rsatib boqmadi. Shundaqla yana muxbir va xalqaro kuzatuvchilarning mustaqil tekshirish ilib berib, hukumat axborotining qarashlarini isbotlashiga cheklama qo'ydi. 30 aprel Amerikaning terrorlik ishlariga mas'ul amaldori Tina Kaydanov Xitoyni bu xil voqealarga aloqador uchurlarni to'liq e'lon qilishga chaqirdi. Bu doklad Xitoy raisi Xi Jinping Qashqar qatorliq joylarga qilgan ziyoratida Uyg'ur elini terrorlikqa qarshi kurashning oldingi sepi deb e'lon qilib, terrorlikqa zarba berishni davomli kuchaytirishni ta'kidlagan mazgilda e'lon qilindi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti bu yillik dokladida ko'rsatishicha, Xitoy hukumati 2014-yilmi diniy erkinlikka izchil buzg'unchilik qilgan. Tibet buddistlari va Uyg'ur musulmonlarining vaziyati o'tgan 10 yildan buyongi eng nachar ahvolga tushib qolgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Katrina Lantos-Svit mundaq dedi. Xitoyning diniy erkinlik jihatdagi mavjud vaziyati intayin ichinishliq. Xitoy hukumati Tibet buddistlarini, Uyg'ur musulmonlarini, mustaqil katolik va Falun Gongchilarni nishonliq bostirib Katrina xonim muxbirimizga qilgan so'zda yana Uyg'ur elidagi zo'ravonlik voqealaridan intayin andish qilayotganligini bildirdi. 28 aprel Qashqarda ziyarati bo'lgan Xitoy raisi Xi Jinping doiralarni qonunni qattiq yurgizishga va yerlikni assimilyatsiya qilish qadamini kuchaytirishga chaqirgan. Xitoy gazetida naql qilishicha, Xi Jinping Xitoy raisi bo'lgandan keyin tunji qitim Qashqarni ziyorat qilgan. Oldi bilan Qashqarda turishli Xitoy qurolli qismlarini ko'zdan kechirgan. U munolarni bildirgan. Sizlarning vahshiy terrorchi jinoyatlarni bostiradigan unumli choranglar bo'lishi, mashqinglar cho'qim haqiqiy urushga tatbiqlanishi kerak. Xi Jinping Qashqardagi bir boshlang'ich maktabning atalmish qo'sh til sinfini ziyorat qilib mundaq degan. Xitoy tilini o'rganish bu o'quvchilarning kelgusida xizmat tepishini osonlashtirib qolmaydi. Millatlar ittifoqligini kuchaytirishga asas qo'shadi. Xi Jinping Urumchiga kelgan paytlarda Urumchidagi Xitoy soqchilari nayz bilan odam o'ldirish mashqi boshlagan. 24 aprel Gollandiyada yashayotgan bir qism Uyg'ur xonim-qizlar yig'ilish o'tkazib, Xitoyning har xil bostirishlari ostida zulm chekayotgan qarindoshlariga chidam g'ayrat va Sharq Turkistonga ozodlik tilagan. Gollandiya Uyg'ur ma'arif jamiyati tashkillagan bu yig'ilishga 50 dan ortiq Sharq Turkistonlik xonim-qizlar qatnashgan. Faoliyat tashkillovchilaridan biri Nigara xonim mundaq dedi. Hammaylar bu faoliyatning qimmatiga yuqori baho berdi. Hatto ba'zi hamshirlarimiz hayajonda yig'labmi ketdi. Hammamiz duo qilib, ona vatanimizga tezroq qaytishning nasib bo'lishini tiladik. Uningdan boshqa vatanimizning ozodligi, xalqimizning hurlik va saodati uchun ko'p duolarni qildik.
Möhtərəm televizor kögüçülər yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelər həftə görüşkiçə aman boğaysızlar. Xeyri xoş. Xeyr xoş.